Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bu yil biz tajriba tariqasida ana bu Ekaset firmasining gigantlarlarini ekkanmiz. Biz bu firmaga minnatdorchiligimizni bildiramiz avvalambor. Ana ekkan tarvuzlarimiz yana bunday terib qo'yan deb o'ylamang, ana buttalar, falaklar uzilmagan. Ana shunday serhosil, yaxshi, navlar yaxshi ekan, serhosil ham xaridorgir. Hozir kuchayib ketdi talabi odamlaring bunga. Ko'rdi qarshi Jizzaxda nimalardan, tarvuzlardan raqobat eta oladi. Biz hozir Qumloq joydamiz. Buxoro oblast Qorako'l tumani Yomonjar hududidamiz. Ana yerlarimiz Qumloq, Chistiqum. Ana suvini vaqtida qo'yamiz, organik o'g'itlardan ham berib, ana shunda yetishtirdik. Bu navning afzallik tomonlari kasallikka chidamli, ana bu Qorako'limizning issiq iqlimiga chidamli nav ekan. Bizlar bu firmadan xursandmiz. Dehqonlarimiz urug' tanlashda adashmasinlar. Ana shu gigantlarning farshivi ham bo'lar ekan, lekin bizlarniki asosiy ana shu haqiqiy Ekasetning originali ekan. Ana shu quti ko'rib olib olishda, urug' tanlashda adashmang, xizmatingiz ko'ymasin. Bizlar ana xursandmiz kompaniyadan. Ana shunday yana tarvuzlar yetishtirdik. Tarvuzlar hamma tarafini oling aka. Hamma tarafini oling. Falay-tekida yetib to'xtab tarvuz. Bu navimiz kasalliklarga ham chidamli, 45-50 gradus issiqda ham chidab berib o'tiribdi. Shunday nimalar yaxshi, ana falaklarning tegidagi tarvuzlar qarang. Jup soladi. Ana pishay deb qolibdi hozir. Ana 20 kilo, 18 kilo bemalol chiqadi. Ustini yopib qo'y.